Bizga 100 talik gruppa keldi. 100 talik gruppaga qaraydigan bo'ldik. Nihoyatda chiroyli suratda xizmat bo'ldi. Va ketadigan payt bo'ldi-da, ketadigan paytda aviakompaniyaning xatoligi bilan yana Vodiy Jidda kelishdida, yana Jiddadan Vodiyga qaytish kerak edi. 60 tasi Vodiyga, 40 tasi Toshkentga bo'ladigan bo'lib qoldi. U Toshkentda o'zim ham uchib vatanga qaytishim kerak edi. Sizlar bilan zo'r xizmat bo'ldi. Faqat norozichilik bo'lmasin. Hozir qo'limda spiska berishdi. Shuni o'qiyman. Kim 60 talikda, kim 40 talikda men bilmayman. Hali ko'rmadim. Haqiqatda ko'rmadim. Lekin shuni o'qiyman. Hamma rozi bo'ladimiz ham rozi bo'lamiz dedi. Kelishdik. Spiska bo'lindi. Bo'lingandan keyin bir hoji akamiz endi yurt sog'inchimi bilmayman. Men yurtga ketmasam bo'lmaydi. O'lib qolsam nima bo'ladi? O'lib qolsam-chi dedi. Nima bo'ldi? Baribir u kishi Vodiyga o'zgartirildi. Firmadagilarga aytdi, unga aytdi, bunga aytdi, o'zgartirildi. Biz 60 ta gruppani kuzatdik. Jiddadan Vodiyga ertasi kuni 12 soat farqi bilan ikkinchi gruppani olib keldimda, yana Toshkentga ketadigan edim. Aeroportda o'tiribmiz, hali Jiddadan chiqib ketganimiz yo'q, Jiddada o'tiribmiz. O'tirganimizda bizga rasm tashashdi. Rasm tashdida mana shu odam vafot etib qoldi degan rasm tashuvni ko'rdimda muzladim. Ya'ni kechagi kishi o'tib qolsam nima bo'ladi degan hojiga edi. Bu joyda duolar ijobatki, og'zingizdan chiqqan emas, qalbingizda o'tgani ham ijobat bo'lib qoladi.